Assalomu alaykum. Uyg'ur biz to'pidagi vatandoshlar qanday ahvolingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Sayyid Akram apandim qanday ahvolingiz yaxshimi? Muhammadjon Rashidin apandim to'g'riliq talash sotish bo'pti. Sizning gapingizni men 100% qo'llayman. Muhammadjon Rashidin degan akamiz u bizning vatandagi bir qahramon desak bo'ladi. Qahramon, Uyg'ur xalqining qalbidagi bir qahramon. Agar Makka muxbir apandim Muhammadjon Rashidin yashagan muhitda yashab turib, Muhammadjon Rashidindek bir asar yezib, Uyg'ur xalqining olqishiga erishalam degan gap shuningda. Chet elga chiqib kelib, chet elda turib yozgan narsani vatanda yezib boqsin. Allı burun bu vaqtcha o dunyoga yo'l silaydi Xitoylar. Aşı muhitda turib, aşı Xitoyning qilish ostida turib, xalqimizni uyg'otyapti. Bütün yoshlarni uyg'otyapti. Bütün yoshlarning qalbida, Uyg'ur xalqining qalbida bo'lib, eli diyorining qalbida bir qahramon u odam. Qahramon. Aysakam degandek u odam agar chet elga chiqsin, u chog'da qandoq? U chog'da qilimi qandoq ma'noda? Shu muhitda turib, ashunchalik ishni qila olayotdi. Agar uningdan o'tarak Makka muxbir apandim xo'shbo'g'dak ish qiladigan bo'lsa, Xitoylar olli burun mengsidan to'shiga yetadi o'q bilan. Yana Xitoy qarisa bilmay, Xitoyni amalba Xitoy hukumatini bildirmay turib xalqimizni o'qityapti. Bu shunday ish bu. Masalan, Yovvoy kapta degan Pavus bog'i butunlay kapta to'g'riliq yozgan gap. Bunda olmaqa bütün kapta to'g'risida yozgan hikoyalar. Aşballar Nurhammat nimetdi. 20 yıl türmege tashlab etdi. Oxirida turmada o'lib ketdi u bola. Xitoy o'ltirib etdi. Ashundaq muhit ostida turib, yana o'tkir qalamini tavirtib, xalqni uyg'otyapti. Bu o'ng'ay ish emas. Uyg'urlarning orasida ashunchalik bir odamning chiqishi bu o'ng'ay emas. Ashundaq bir muhitda yana aşı hayatını doğru tikib qo'yib turib, har xil usullar bilan, har xil taktikalar bilan qalam tavirtib, vatanimizga Uyg'urlarni har zaman o'qoq turinglar degan signalni berib keldi. Shunday gap. Belki shundaqdir, qahramondir. İnşallah qahramondir. İnşallah qahramon. Ama men sizga ikki narsani deb qo'yay, diqqat qilsizlar. Men nəhayət siyasi sezgür bir insanman. Hiç anlamagan, kömegen, bilmegen bir insandı bu Muhammadjon Rashidni. Men hiç anlatmamıştım ki ben. Birinci qatim Muhammadjon Rashidning ismi aslında bir şiirini okudum. Aqidillam şu şiirini yazdım. Anlap tursizlar. Ey vatandagi shoir atlı g'o'ljilik Muhammadjon Rashidin. Sen vatandagi shoirlarning yaxshisi-mi, yomoni-mi qaysidin? Şehrini Dangjungyang'ın əglikidən ötküzübsən. Hele senin telini kesip közünü oymuşsun. Azıraq vaysığın dedim. Haman bir münazir başlanıp gitti. Bana düşmeleşip gitti. Xudu Seyyid Ekrem Efendi'dek siyasi meydanı yok. Siyasi meydanı yok. Ama şu özü bir yaxtırıp qağallarla uluqlaydıqallar bana hücum qıp gitti. Ama yalğız kaldım. Ben 40 yıldan beri chet elde vatanını bilmegenden vatandagi kim qara kim oq haqiqatan ba'zi yerlarda bilmayman to'g'ri. Ama onun ağzından çıkan gaplar ölçemem. Onun özünü bilmayman. Na yetim qolgan vaqtimda g'o'lja idoralarni bilmayman. Muhim bir nashriyat bo'lsa kerak. Shu yerda muhim o'rinda ishlaydigan muxbir xonim siyasi davanın içinde yürgen vatanda, olturuşlarda yürgen, kim ak kim qara bayqıgan ve çıqqandan Kanada'ya yerleşken Gülşen Abdülkadir Hanım bu münaziraya katlaşıp şundaq dedi. Ben ona demedim ha. Ben şehrimde onda çıkmaydı. Onda oçuk çıkmaydı. Ama
Sen şiirlerini Dangcunyan'ın əglikini ötküzdün. Ötküzmegen bolsan bu şiirini yazanmaydın. Demek ki sen Dangcunyan'ın əglikini sözlerini ötküzüp durup, əglep durup, iş kıldığın adamsan degen boludu. Yani her kançı ben ak desem bu sen şu karının içinde, şu meynetçilikin içinde bedeninde şu meynetten buraydı degen boludu. Ama Gülşen Abdülkadir ne dedi? Bütün Gulcu halkının vicdanlıkları, meydanlıkları bildi. Bu adam en çok vatan haini dedi. Kim ne? Muhammedcan Raşid'in ne? 20 yıl Xitayning türmesine yetip, casus bolup, hain bolup, sak çıkan adam. Kağallar ölüp, ya nimcan çıkıdı, ya ölüp şahit olup çıkıdı dedi. Bunu men demedim. Bunu men demedim. Kim müştet elde eğer şu Gülşen Abdülkadir Hanım'ın siyasi meydanını, vicdanını, aklını, bilimini, kalbini bilse ve onunla kıymet verse, bu hanımın bu gibi kıymet vermeyi turanmaydı. Hani kilelik, Bəxtiyar Nasir Efendi'ye, Gulcu'da vaxtıda bu siyasi vaziyetten kancılık işledi. Bu Muhammedcan Raşid'in kancılık dikkat kılgandı. Seyyid Ekrem Efendi'm şundak. Muşlarını nazarı dikkatki ağa vaxtıda Gülşen Abdülkadir Hanım ya Xitayning casusu oldu, vatandaki vatanperver milletçi Uygurlarını sistediğen ya ki menin koygan teşhislerim doğru çıkıdı Gülşen Abdülkadir Hanım'ın tasdikleşi bilen. Ne mi dedim ben? Yazganlarını Dangcunyan'ın əglikini ötküzüp sen dedim ben. Aynakның akı tarafından qarıdılar. Bəxtiyar Nasir Efendi. Aynakның oldu tarafından qarısılar. Yak olmasa ben aynakның oldu tarafından yani ben aynakның akı tarafından qarıqamasam sen aynakның oldu tarafından qaravatılar. Milletini oyg'atdi deylar. Oyg'utish uchun millatni ishlatgan har bir so'zlari Dangcunyan'ın əglikini ötüklük. Qanchalik oyg'utdi. Dangcunyan'ın əglikidan ötüp süzülüp çıkan sözlerini alkışlayan millet qaysi seviyede? Hakiki ko'ngildan çıkan, vicdandan çıkan alkış mı? İlham To'xta Efendi'ye verilgen, Abdülkadir Jaloliddin'e verilgen bu alkış Muhammedcan Raşid'in'e layık mı? İki alkış okşamdı. Milletin ikisini alkışlaydı. Bunları mı alkışlaydı? Ular Muhammedcan Raşid'ini mi alkışlaydı? İlham To'xta'nı mı alkışlaydı? Bu iki alkışlaş okşaş mı? Yalqın Rozi, İlham To'xta, Abdülkadir Jaloliddin bu üçünü millet götürdü, alkışlaydı. Milletini oyg'atdi deydi. Matrap'tan Muhammedcan Raşid'ini mi milletini oyg'atdi deydi. İkisini alkışlaydı millet. Qaysi to'g'ri? Qaysi Uyghur milletinin haqiqiy vicdanından çıkan alkış? Qaysi çaresizlikten, özüdün üstün görgenlerine boğan kızıkışının gelgen alkış? Alkışının yeri var. Alkışının yeri var. Azizlekin aka, assalamu alaikum. Ettigellikleri hayırlık olsun. Ben bir yerde Muhammedcan Raşid'in şahsiyetiga hiç kanda kılçılık bir kemsitiş, hakaret tusu alıdığan gap söz kılmayman. Ben Muhammedcan Raşid'in aklıga baha verdim. Çünkü yazganları onun aklıdan çıkıklık. Onun aklıdan çıkanlarını karab, bu akıldan çıkan bu sözler bu dedim ben. Yani yeni aylandırıp kelgen vaxtıda bu akılın ilgisi bu. Bu akılın bedeni bu. Ойлығанда алдыңны кейніңгімі қарап қой. Ғалға қылса хам қиял, рәхім қылмай қамап қой. Жанан болсын, жан болсын, әқіл қызы әр жайда, болып қалса тұталмас, кашларыны тарап қой. Болып қалды әсқатмас, растчылықның чапыны, ұнтылмысын еп еңнен ертіқіні ямап қой. Taşlıvetті özünü, balları ümitinin uçuk kaptı meydisini, tügmesini qadap koy. Bikarının baharı qıştek bolup bəəyini, uçuğa şularının sənmi bir ot qalap koy. Vicdanında azgınlık, boy tartmısın bayqap yür, bargan turgan yerini körgellerden sorap koy. Yavaş bulsan, boş bulsan, bözek kılar yağmurumu, lazım çağıda iş bulup,
tulkilarni talab qo'y. Amal tutsang nafsinga, avval ko'yza kishan sal, kona emas o'ltirish, eng bo'lmasa chanab qo'y. Qilish besliq qabilar, qalqanlarmi bo'y bermay, ot chapudi qancha yil unutib ketmay sanab qo'y. Mushkildagi haqiqat nijotlikni izlaydi, eng bo'lmasa bir qitim sanma anga yarab qo'y. Şans qilgan tağlarda kiyik yetmez. Ba'zida do'stingni ishongan ancha-muncha sinab qo'y. Assalomu alaykum, topdagi qarindoshlar. Mehmetcan Raşidimiz akımız to'g'riliq nayt cho'ng bir muzokaralar bo'pti. Mening de vakam to'g'riliq nayt nurg'un materiallar bor. Endi men mayada ko'p vaqtinglarni olmay bir necha she'rni men berib qo'ydim. Bu akımızın bütün Uyghur xalqi, senin kimligingni bağlaydigan xalqing, ming maydanga urgan bilan xalqing taroziga xisilib xalqing seni kimligingni araydi. O tarixning kelayotgan narsa necha ming yildan beri qahramon botirlarni hozirgacha naqshlarga qaytib, har bir so'zlarda cho'chaklarga qaytib, avloddan avlodga kelayotgan ish. Bu tarixga kirgan odamlar. Endi mayada men bu kishining 3 kuplet she'rdi, yo'q 4 kuplet she'rdi. Mening de 2 kuplet she'ri yodimda qoldi. Onu mu qo'shib qo'yay. Biz Xudodan qo'rqib turamiz. Shunga namoz o'qib turamiz. Qo'lim qo'shna demaymiz asli, ap kelganni so'qib turamiz. Ayırmaymiz halal haramni. Yalğanını mı toqib turimiz, lekin yana qo'rqib turimiz. Shunga namoz o'qib turimiz. Abdülgani Efendi, Bulgaristan'da. Mening so'zlarim bir haqiqatning misoli. Mutlaq emas. Albatta ki istisnai ahvollar bor. O tarafga ham, bu tarafga ham. Ya'ni bu deganlik emaski Xitoy turmasidan 20 siyosiy sabab bilan Xitoy turmasiga 20 yil kirib saq chiqadi. O vatan xoini bo'lib chiqadi. Ama Xitoy turmasiga kirib 20 yil yotadi siyosiy sabablardan. 10 yil yotadi, saq chiqadi, xoin bo'lmay chiqadi. Bundaqlarmi bor? Bu mutlaq emas. Atrafı mutlaq emas. Hammasining %100 saq chiqishi mutlaq emas. Hammasining %100 vatan xoini bo'lib chiqishi mutlaq emas. Ama bizning dushmanimiz bak zolim, bak vahshiy, bak qonxo'r. Agar o'ziga dushmanlashgan ahvol ostida, o'ziga qattiq dushmanlashgan ahvol ostida bular millatni uyg'otib, mening hokimiyatimni o'rgatdi, bularni yo'qotish kerak, qirqib o'tish kerak deganlardan siyosiy sabablar bilan turmaga kirib 1 yil, 2 yil emas, 20 yil, 5 yil, 10 yil yotgan bo'lsa, bu insonlarning saq chiqadiganlari oz. Turg'un olmaz. Agar aqli sog'lom chiqqan bo'lsa, shu istisnoi ahvol, shu saq chiqqanlardan. Uning birisi Rabiya Qodir. Men buningdan Rabiya Qodir chiqqan vaqtlarda ham mushu gapni men degan. Xitoy turmasidan 3 xil kishi chiqadi. 4-chi xil kishi chiqmaydi degan. Biroz mubolag'a qilib aytdim, oshirib. Ammo haqiqatning tamsili bu gaplarim. 4-chi kishi chiqmaydi. 4-chi kishi bir kishi chiqdi 4-chi. Ya'ni nima? Siyosiy sabablardan Xitoy turmasiga kirdi. U yerdan aqli sog'lom, badani sog'lom holatda chiqdi. Birdan kishi bor. U Rabiya Qodir degan. Albatta u bir mubolag'a bo'lgandan keyin oshirayotgan degan bo'ldi. Oshirotmasamcha uning yeniga turg'un olmasin qo'shsalar. Yana birisini qo'shsalar, yana birisini qo'shsalar. Ammo Muhammadjon Rashidovni qo'shmasalar. Nimishga Oztekin akamiz degandek millat taqdir qilgan. Zaten bir millatning egiz paslarni millat taqdirlaydi dedi-ku. Millat taqdir qilganni men bu guruhning ichiga qo'shmayman. Sen kimdin 40 yil chet elda yurib, sen millat baholamaydigan, millat taqdirlaganni taqdirlamaydigan? Millat degan kim o? Millat Uyg'ur millati, millat Amerika millati. İki millatning taqdirlari o'xshashmi? Öz milletining yaxshi yomonlarini bilishga saviya o'xshashmi? O millat nali taqdirlayapti? Menga o'xshashmanmi millat?
Gülşen Abdülkadir Hanım millet. Ben nerede durup taqdirlayapman? Gülşen Abdülkadir Hanım nerede durup taqdirlayapti? Gülşen Abdülkadir Hanım mening gapimni tasdiqlab taqdirlagan vaqtida Kanadada hör erkin şu hanım aynı hanım G'o'jida bo'lsa shu gapni qila olamdi. O chaqda Gülşen Abdülkadir Hanım G'o'jida vaqtida millat bilan billa Muhammadjon Rashidning millatning o'liqi millatni uyg'otdi deb xalq deganni deb degan bo'lsa haqiqiy yurak so'zimidi? Agar yurak so'zi shu bo'lsa edi, nimishki Kanadaga chiqqan vaqtida dal mening deganimni tasdiq qildi? Nimishga? O'ylash kerak. O'ylash kerak. Biz Uyg'ur millati haqiqatan da har jihatda tuvan insonlar, chiroyli esam tuvan, yomon esam past millat. Shuning uchun o'zimizdan bir g'erish egiz, pulda egiz, axloqda egiz, qalamda egiz, uningda egiz, buning egizlarga qarshi havas qiladigan, shundaq bo'lish uchun qizg'indigan, shuning soyasiga ko'milib qoladigan axloqimiz bor. Men oldimga vatanda ham oldimga Sayfiddin Aziz Kasimo Nur Estağfurullah. Mush boshqalarning hammasi Kasimo parvo qilmayman. Qilmadim zaten. Nima ish qilmadim bilamla. Shuning uchun men qanday o'zimni yo'g'onlarga havas qiladigan insonlardan emasman. Men parvo qilmadim. Nima ishga? 1999-yili 8-oyninki 23-kuni kecha soat 11 bo'lgan vaqtida. Ya 11 emas, saat 9'lar ekan. Çünkü 11'larda meni ikki qita olib ketib, savol so'roq qilgan kecha 11'da. Kecha soat 9 bilan 10 araliqlari ekan. Shu yerda men Urumchining Yamalaqtaq degan yerdagi bir bog'liq bir restoran ekan, Abdul Shakirning begi ekan. Shu yerga meni bir ikki dona adash apadi. Apirib o'ttirdik, bizlar aroqni ichmaydi, ular aroq ichmaydiganlar. Aroq ichadigan saqchi yinimda, ammo ular maxsus kelgan bo'lgach, u aroq ichmaydi. Men yinimda kisi vatan xoini bo'lgoy, bu aroq ichmaydiganlar. Namoz o'qiydigan go'y. O'ttirdik, udurimizda Abdulla Shakirlar naqsha aytib dutta ochilib. Uning yenidik jo'zida Temur Davomatning o'g'li Xavir Temur bor. Aroq deganni ichib 40 masdaq. Men bir soat o'tgandan keyin daldan shiyib meni oldimga keldi. Men o'rnimdan qopdim. Shunda dedi: "Men seni bilmem, sen Mekke'deki Ahmet" dedi. Men dedim, "Men seni bilmezsen Temur Davomatning o'g'li" dedim. Yanchi Temur'dan kart elib, "Menga lozim bo'lsa meni izlagin" deb kartni berdi. Ap qo'ydim, u o'rniga qo'yib o'tladim, men o'tladim. Atisi shu kuni kechida. Alloh taolo meni har kimga muhtoj qilmasin, sen nejisga muhtoj, har kimga muhtoj qilsin, sen nejisga muhtoj qilmasin deb kartni yechib tashladim. Mendan boshqasi bo'lsa, "Hoy, Temur Davomatning o'g'li" deb uning qo'ng'ini so'ymasin, putini so'yib, oxir kirib oladi. Men undaq egizning soyasi soydaydigan, egizga qarshi havas qilgan, qizg'andigan emas. O egiz kim, shunga qarayman. O egiz Ilhom To'xti bo'lsa, albatta men uningga hurmat qilaman, uningga qiziqaman. Hatto men Ilhom To'xti bilan Facebookda ko'rishgan. Shuna degandim, "Apandim" dedim. "Alloh rozi bo'lsin sizning qilayotganlaringizdan. Alloh sizlarga yordamchi bo'lsin. Millat vatan shu cho'ng ish qilyaptilar. Bir kuni agar o'zlari va haramga kelib qolsalar, meni izlasizlar. Navoda o'zlari kelmay qolsalar, yaqin urug' tuqqanlar, ota-onalar kelib qolsa, menga havola qilsalar, men xizmatlarini qilaman" deganman. Bu qiziqish boshqa. Muhammadjon Rashidning qiziqish boshqa. Millatning o'zidan bir g'irish yo'g'onga qiziqishi boshqa. Qiziqish bor. Alhamdulillah. Meni sil yengolmaydi Abdug'ani apani ishga so'z bilan. Men pishqan odamman. Xuddi xumdan pishqan kesakdak. Musbat tarafga pishqan odamman. Vallahi men avliyo desam ba'zilar kuldi. Sen kulayvergin. Avliyo ketaverdi o'zining yo'liga. 2005-yili 5-yil yozgandim bu she'rni. 16 yil bo'ldi. Nima debdi men? "Voy erkin, panda o'qigan desa aylanib ketma. Din bilan jihad bizga lozim, sen onun qadriga yetma." Buningda din va jihaddan hech buroq yo'q bu odamda. Shuning uchun yozganim-ku men. Yana ma she'rdagi ma balog'atni, ma siyosiy saviyadagi ustunlikni qaranglar. Xitoyga bormoqni sen ancha oson bilma. Oson bilsangmi ichingda bil, teshingda bak bilindirma. Maşallah. Yana anlanglar. Vatandagi matbuotlar hech bir zaman erkin emas. Sening yozganlaring hech bir zaman millatga talqin emas. Anglasam yozganlaring kitob bo'lib besilarmish.
kitabını okumaganlar bölgünçe dep dargı esilarmış. Hakikaten de özü makalesinde yazıldı. Benim kitaplarımda Cumhuriyet hükümeti kitap, benim makalelerimde Cumhuriyet hükümeti kitap kılıp bisip derslik işletmekçi dedi. Dep yazgan. Yanıma analama. Elge kirsan elin çekir, soğuk kirsan belinçe. Vatan davası uluk mu, ilim pen mu seninçe? Yani ne deptim ben? Sen digerler vatandaki bir uçum hainlardır. Ama vicdandan yoksun, azdır köptür alimlardır. Vallahi ben evliyaken ben. Bundan 16 yıl evvel Muşna'da bizip dikenme. Sen digerler vatandaki o andak alim, bundak alim depmiş bana Seyyid Ekrem Efendi Maktıgallah, Eysacı Efendi Maktıgallah, Behtiyar Nasır Efendi Maktıgallah. Kim o? Sen digenler vatandaki bir uçum hainlardır. Ama vicdandan yoksun, azdır köptür alimlardır. Vicdan yok hainler ama kolu kalem tutulan alimler. Alim deganimiz aslında biledi degan bo'ladi. Alim desa bak yo'g'on ko'tarib ketmanglar, biledi. Yag'atchi o'zining yag'atchilik hunarini bilsa, o yag'atchilikda alim. Arab so'z bu. Mana öz ağzıdan herkesi kapadan öz ağzıdan degan maqolasidan ilib turib yozgan she'ri masalani qaranglar. Qancha Xitoyni Amerikaga o'qishga sen ilib kelsan, milletim sendeklerden sebebinden bolgan yer bilen yeksan. Özü degan men yüzlab Xitoy o'quvchilarini Amerikaga o'qishga keldim deb. Yani nima deyman mana? Özüngni sen özüng bilmeysen, çünkü sen milletçiga kirmeysen. Bunu Seyyid Ekrem Efendi'ye deyiş gerek. Özüngni sen özüng bilmeysen, çünkü sen milletçiga kirmeysen. Bunu aşı özüne bilmey vay mendaq deydigan ama milletçi degan milletning menfaatini asas qilgan ahvolda mushu ko'zonak bilan har bir Uyg'urga qaraydi. Mushu ko'zonakda milletçi bilinmasa, o atom bombası yaşasın o Uygur asiktir deyimiz olanı. Nima deymiz ben qaranglar? Xitoy elchixonasiga sen ancha ko'p bormag'in. O'z ishini pishiq ishla, halol pul top, harmag'in. Xitoy elchixonasidan g'itti-g'ittan chiqmaydigan odam. O'zining o'z og'zidan deylik. Rahmet Abdülgani Efendi. Men yengolmaydiganligini bilib alhamdulillah. Onu bir men uchun bir utuq. Yok. Çünkü ben inqilobiy şairman. Muhabbet bilan işim yok benimki. Zaten ben hayatımda muhabbet tutup bakmagan bir erkek. Dikkat qilinglar. Men her bir gap so'zlarimga, yani birisini oq ko'k degan bo'lsam, cho'qim bir ishga dalil keltiraman. Dalil keltirmay turib birisini oq birisini qora deyishga men jasorat qilolmayman. Ammo sizlar maqtasanglarmi dalil keltirmaysizlar, haqorat qilsanglarmi dalil keltirmaysizlar. O'zinglarning ko'nglinglar bilan so'zlaysizlar. Nima deymiz endi? O millet muhabbeti başka, o mende başkalarda yok. Men bilen rakipleşkenlerde yok o inkılabı muhabbet, millet muhabbeti. Mende yok degenim o seksi muhabbet. Cinsi muhabbet. O mende yok. Ben iki kotun aldım hayatımda. İkisini ben kömeye turup aldım. Ular tegme mende turup tegdi. Anısı nokulap, dokuşlap yürüp. Ahir tegip olgan ekan, xuddi yer yuzida mendan boshqa er kishi yo'qdek qilishdi. Ikkilisi shu. Ko'chilislar. Ko'chilgan sir menda nimalar chiqadi, nimalar ko'rlar. Demakki erkakligimiz butun ekanda. Assalomu alaykum. Baxtiyor. Men gapingizni angladim ekan. Endi shu yerda mush gapingizga men biraz gap qo'shay dedim. Vatandagi qarindoshlarning bir eg'iz gapi bizning 100 ming eg'iz so'zimizdan a'lo.
Ular aş bir eğiz gapni neçə min eğiz sözünün içine arlaştırıp deydi. Aşını ilgap biz eş cevherini elib alımız. Ökünü bu programlarını körüme, hammanlar körüsüler. Aşının içinde bu elçi programımızda birisi şunda bir gapni kıldı. Hazır oylap tapamayıvatı men. Ballarımı dedim. Qaranlar muşu gapni qilib olish uchun, mush bir eg'iz gap uchun mushlar mushunchalik gap qilib boshda so'zlab, mush bir eg'iz gapni yetkazdi haqqa dedim. Mehmetçin kamdan mushu naqsh tekslerini sizlar anglab yiqinglar. Har bir naqsh teksini yaman necha naqsh teksleri var-ku hozir masalan shu ko'kkapda deydigan Mehmetçin kam yazgan. Onundan keyin Tovamao naqshdan unutup qilayotganimni qara. Seni kutarman deydigan. Mana mushunga o'xshash nurg'un naqsh tekstlari bor. Anglab yiqinglar. Ularni anglamay, ko'may, ular nimaga qaqshayotido, nim dayotido, hech qanday xabar yo'qlam. Ularni ayıplash to'g'ri emas. Men vatandagi qarindoshlarning har qandig'ini ayiblamayman. Ular ashta bir eg'iz gap so'zlarni ashta qo'shib yozadi. Javhariy ximir turish shu. Shuningdan foydalanamiz. Shunlashqa bu chet elda chiqib olib bunda so'zlab ketimiz. Menmi vatanda bo'lgan bo'lsam, menmi vatanda yashab o'sgan, qilgan 14 yaşlarda so'roq tortilgan. Uyingga kim keldi sen debbe. Kimni boshlab keldi, kimni boshlab keldi deb. Shuningdan beri mush hayotda yashayapmiz. Dadamlarning gaplarini qilmaylar. Demakchi o'g'lim, bu bildirmoqchi bo'lganlar vatanning ahvolini bilamiz, uning jafosini tatmaganlar mayli hozir ixtiyor muxbir efendim 79-yili chiqdim, 75-yil deb qo'yibdim dedi. O'tgandim 79-yil degan. Men uni xato deb qo'yib debdim-a. 79-yil chiqqan bo'lsa-mu? Shu vaqtlarda unda emas deb biz mundaq deydi. Undaq emas, Xitoy ta azaldan bizni o'ltirib, qirib kelyotdi. Buni bizning shu so'zga chiqqanlar demay, u vaqtlarda undaq emas, yaxshiroqdi. Ma hozir menda bo'lib qoldi. Faqat bu Xi Jinpingga atmoqchi bo'tdi bu gunohning hammasini. Bu Xi Jinping chiqqandan keyin masshtab bo'layotdi deb qo'yib bersa, akilib, mushunga atib qolganning hammasini oqlaydi. Oy det tatib tugab ketdi-ku, bu det so'ziltiyotdi, bizni alam so'ziltiyotdi-ku. Hissiyatını sözleydi, palağını kılıdı dep gididi ekan. Hissiyatını keltiriyotgan şu dert elem üçmellik kısas otları keltirdi hissiyatını. Bu hissiyatın kemmeydi senin dert tatmısan. Şuna men endi muxbir efendim gibi karşı emas, palağını andak, manı mandak deydi ki, iki qitimliq sözünü sözledi 79-yili Muşa 40 neçə gün turub keliş jarayonida chiqishini, o'zining nalak bağalligini so'zlab berdi mush hikoyasida. Mushuning orqaliqlam nurg'un narsani, husur illatni tepish imkoniyatlari bor. Bizning fe'limizda undan narsa bo'lmaganligi uchun Xitoyga chaplash bir odamni oldirib, munda Vyetnamga qo'yish bir axloq bizda bo'lmaganligi uchun uni deyishga og'zimiz bormaydi ekan. Şuna muxbir efendimgimi muşu cihat kelgan chaqda og'izni biroz haliqi tormozlab gap qilsa, jamoatchilik ishida yaxshi bo'lamdikan, ta'sir yaxshi bo'lamdikan, Uyg'urlarningki ittifoqligiga yaxshi bo'lamdikan degan bir tavsiyada bo'lamiz. Qolgani yana o'ziga bog'liq bo'ladi. Baxtiyor yaxshi so'zladingiz ekan, Mehmetçin kam Rashidin ashundaq odam. Mehmetçin kam Rashidin, Qosim Sidiq ve muşunun o'xshash bir turkum o't yurak shoirlarimiz var. Bularni ancha muncha kamchiliklari bo'lishi mumkin insoniy sifatida, lekin bizning qalbimizdan o'rin olgan Uyg'ur xalqi hurmatlaydigan, qalblardan to'r olgan
munavvar shoir yozuvchilarimiz Mehmetcan Raşid'in türmüdül emas, ölümge hüküm kılıngan adam o 2 yıl kechiktirib etiş hüküm kılıngan. Keyin 80-yilga kelganda şu bir ilik qayta tekshirishlar bilan enzi bir taraf qilishlar bilan Baxtiyor yaxshi bilasiz chiqib qolgan odamlar Allohning iltifoti bilan. Masalan, men xalqarada dаңlıq şair olub ataldım degan Adil Turniyazning she'rlarini men kitobini bergan. Bir ikki batni tatlab o'qiblam, tashlab etdim, axlat tashlab etdim, axlatga. She'r mushunda qilgan bo'lsa ko'ta. Nima uchun unda bo'lsa dunyo bu balni shoir deb ko'taraydi? Dunyoning Uyg'ur millatini ko'tarib turib, ulardan bir manfaat elish, siyosiy manfaat elish ehtiyoji bor. Chunki Xitoyga dushmanlik uchun Xitoyga dushmanlikka sabab bo'lgan har qanday narsani ko'tarish kerak. Shu sababdan ko'taraydi. Bo'lmasa Adil Tunyazning she'rlarida hech qimmat yo'q, hech lazzat yo'q, hech adabiyot yo'q, hech balog'atli til yo'q. Yo'q. Uningga nisbatan Xitoylar terrorist deydigan ma'vo Abdurahim Parash degan bolaning she'ri shu saviyadagi Uyg'ur millatini uyg'otishda, Uyg'ur millatining vijdonini qo'zg'ashda, iymonini qo'zg'ashda, Uyg'ur millatining maydonida turib yozganligi uchun Uyg'ur millatining vijdoniy tarozilarida o'lchaganda men shunday dedim. Abduxoliq Uyg'ur bilan Lutfulloh Mutallibning oldiga o'tib ketdi bu bola. Albatta, Abdurahim O'tkirning oldiga o'tolmaydi. Buni bilish kerak. She'r yozib ko'rmagan insonlar she'rning qiymatini bilmaydi. Adabiy, balog'at jihatda, til jihatda. Ama vicdanı, Uyghur milletinin vicdanı meydanında durmayan kişi, aşı meydanın tarasını ölçmeyen kişi, başkaça. Aşında Osmancan Savutlu maktaydı, andinkin Mehmetcan Raşid'in maktaydı. Bu Gülşen Abdülkadir Hanım gizitçiken, Gulcu'da gizitçiken, gizitçi bu başka siyasi saha işi de ayrılıp yürügülük. Kim yakşı, kim yaman baykaydı. Ama uyarı diyemaydı, bildi. Bu hodun ne mi dedi? Ben okşaş, sen şehrini Dangcunyan'ın ağırlıkta taskapsan değil mi de? Bu adam Xitay'ın casusu dedi. Vatan haini dedi. Bütün gulculuklar bildi. Biz bilimiz ama gep kılanmayız dedi. Gulcuda vaxtıda. Kim bu? Eldeki en çok kalemkeş, vatanperver. Gulcuda Muşu Gulcuda poğaçlar ticaret kılıp pul tepip yürgen vaxtlarda Gulcuda vatan millet için yizip sızıvatkan hanım. Yok. Tahir Efendi. Bizdeki elhamdülillah kamil iman, sağlam akide bizni ondak yoldan çıkıştın tosudu. Hamir duruşumuzdaki iman, vicdan, uygurluk bizni onda yoldan çıkıştın tosudu. Ama rast deyiş gerek. Özünü maqtagan birinci ahmaq, xotununu maqtagan ikinci ahmaq deydigan nima desa, 3-5 tane aşı jutçoğları xalqni apyon çekkende mas qilib qo'yib turib, o'zlari yashash uchun deyilgan so'zlar. Menla maqtana, sen maqtanmagan. Bir yog'ochchilikni bilsa, menga yog'ochchilik dema, yog'ochchilikni piriman. Sen hech narsa emas desa, buning nari uning uchun maqtanganlik. Ma she'rdagi balog'atlik, fasohatlik so'zlarni eshitib turib, ma she'rni yozgan ixtiyori muxbir. Mush she'rni yozgan bo'lsa, she'rning nima ekanligini bilmaydigan, bilmaganligidan o'zini masxosh qilgan biraz ahang'i lazzatini iliblam Muhammadjon Rashidni maqtaydiganlarning oldida maqtansam nima bo'pti? Haqliq emasmi men? Maqtanish agar haqliq bo'lsa, u po'chilik emas. Ahmoqlik emas. Tahir Efendi, sizga yana anqaramapla, yana bir tushundiray. Men hiçbir zaman Muhammadjon Rashidni qalami yo'q demedim. Qalami yo'q demedim. Bunchalar she'rlarni yozib, tillarimizni aqaldiga tizib, yozayotgan bir kishi shuning masligida nima deyotganligini tushunmay shu tizilgan so'zdagi qopiyaning masligida mas bo'lib ketgan bu topdagi g'uljiliklarning orasida men bu Muhammadjon Rashidni qalami yo'q desam yarashamdi. Mendek Uyg'ur millatchilarining periga yarashamdi, yarashmaydi. Unda qo'sma nima dedim? Men qalami yo'q demedim. Vijdoni yo'q dedim. Maydoni yo'q dedim. Hamda o tushundirgan masalaga ajab tushunolmay ketdim. Ya Rabbi, ya Allah.
Gollandiyadagi Uyg'ur vatanparvar xonim, Osiyo Uyg'ur xonimining yozmasi ekan. Acıka o bilinmegidek gaplar bo'lib ketmadi bu ishda. Har bir inson o'ziga tushliq doirada har bir narsani biladi. Har bir narsada har bir inson pirazam bo'la oladi. Sizlarda hamma narsa kirvasli bo'lmaydi. Xalqning ko'nglidagi o'rinlarga ta'sir etadigan harakatlarni qilmaslar. Sizlar işte ulug' inson bo'lgandikan millatning ko'nglidagi işte ulug' cho'ng olim insonlarni yaxshi ko'rishni o'rgansizlar acıka. Bu qanday o'ziga yarashmagan ishni qilib o'tirilmaymi? To'rtchas narsaning hammasi she'r bo'lmaydi. Hamda gaptallik qilib davrdiganlar acıka. Yaxshi bo'lmaydi, ammo bir jutninki insonlarning ko'nglidagi muhabbatlar o'ynasalar, yaxshi bo'lmaydi acıka mencha. Assalomu alaykum topdagi barliq qarindoshlar. Yuqorida yozuvchi shoirlarimiz to'g'riliq azroq gap so'zlar bo'linibdi. Muhammadjon Rashidin efendimninki she'rlari va talant haqida gaplar bo'linibdi. Shuningga shunchalik hayron qoldim. Endi vatan sirtida yezayotganlar, mayli Uyg'ur emas, barliq qalamchilar, qalam tutgan insonlar noydi cheksiz holda o'zi nimani o'ylagansa shuni cheklimsiz ozoda noydi xohlagan shaklda yoza oladi. Bizning Sharqiy Turkistondagi shu aziz katta yozuvchilarimiz noydi nurg'unlagan cheklimilar ostida ajoyib mahorat bilan yozudiki, uni dunyoning Sharqiy Turkistondan boshqa hur yerda yashayotgan hech qanday shoirlar u xil shaklda yozolmaydi. Uyg'urlarga qalbidagini bildirish, millatni, vatan sevgisini yo'shurun shaklda bildirish bilan birga Xitoyga bildirmaslik shaklida tang ap berib beshini alqiniga ap qo'yib turib yozdi. Buni selishtirish asla mumkin emas. Buni vatanning ichida yashab boqqan bizdek odamlar bilalaymiz. Vatanning sirtida nurg'un yil turgan va yoki endi boshqa bir millatlar, masalan, boshqa bir Uyg'ur bo'lmaganlar bilmis qandaki biz vatanning ichida turib yashayotgan har bir Uyg'ur buning noyitimi qildan inchga kallangiz hazırlık kesilish oldida turgan holatda aziz Uyg'urlarimizga qalbidagi shu isyonni bildirish bilan birga Xitoyga bildirmagan shaklda ajoyib yuqori mahorat va ajoyib bir xil hissiyot bilan yozmoq unchalik qulay emas. Udul kelgan odamning qo'lidan kelmaydi. Dunyoning hech qanday yerda bu xil jasur yozg'ich shoirlar chiqqan emas deb o'ylayman. Endi bizning vatanimizda yashab boqqanlar biludi qayta desam, bek mushkul. Hem bu uslubni yoritishmi odatdagi odamning qo'lidan kelmaydi. Bu ajoyib bir uslubki, shunchalik mohirlik bilan, shunchalik talantingiz bo'lsa yoza olasiz. Qalamni ilib yozish asla mumkin emas. Bir yig'iz xato ketdingiz, yuqorida bir xonim debdi. Az tatmadım deb. Şuna ajoyib ustadlik bilan, mahorat bilan yozish ketadi. Vatanning sirtida siz xohlagancha yozsiz. Mahoratmi talab qilmaydi, uslubmi talab qilmaydi. Yoza olsangizlar qanchalik yozsangiz bo'laveradi. Ammo vatanda asla mumkin emas. Men taraf tutib u yoq bu yoq deganim emas. Buni bilmek lazım. Naiti bir aql ustida gap bo'lyapti emasmi? Naiti cho'ng aql ketadi buni tushunish uchunmi? Yashab keting Maryamgul xonim. O'rimchilik xonim deb biz qo'ydikmi sizni Maryamgul o'rimchilik. Yashab keting. Mana aql degan, mana idrok degan, mana tushunish degan, mana anqirish degan, mana to'g'ri tushundirish degan. Mush menga qarshi Muhammadjon Rashidin himoya qilayotgan, Osmonjon Savut himoya qilayotgan hech birisi sizdek tushundiramadi. Çünkü tushunolmadi. Bu birliqi ne deymiz?
insonning mingsin sagak vaqtida o'ylaydigan ishlar bu. Bo'lmasa tushunolmaydi. Siz tushundirdingiz. Vatanda Uyg'ur millati ikki besliq yezishga majbur dedilar. Dedingiz. Men shuni da'vataman. Mayli Osmonjon Savut bo'lsin, mayli Muhammadjon Rashidin bo'lsin, boshqa shoirlar bo'lsin. Vatanda ikki besliq yozdi. İki beslik yazıdı dediniz siz. Gepinizde şu ma'no çıktı. Ben nima dedim? Dang Junyan'ın əqlikini ötküzüp yazıdı dedim. Bir gap. Ben şunu da'vataman. Bu yerda siz bilan mening ko'z qarashim o'xshash. Vatanda men yozgandek yozolmaydi. Mumkin yo'q. Agar Ahmadjon Osmonaliq men degan 5-6sinin chet eldagi maqoli she'rlar vatanda e'lon qilingandek mening bu she'rlarimni e'lon qilib baqsinchi, mumkin yo'q. Hozir ham bundan 20 yil avval, 30 yil avval mumkin emas. Bu yerda ikkimizning ko'z qarashimiz o'xshash. İkincisi, Muhammadjon Rashidin xususida men faqat ikki beslik yozsan, chorasisan amal yo'q deb sizga o'xshash, ammo uslub bilan yozganam demedim. Vatandagi shoirlarning yaxshisimi, yomonimi qaysidan deb uning siyosiy maydonining bizlarning maydonimizda turmaganligini, vatanda bo'lsinmi, vatandagilar ikki beslik yozsimi, ikki maydonda turib yozayotganligini, buning Xitoyning maydonida turib yozayotganligini imo qildim. Bir oz sharaf qildim. Shuni nariga o'tolmayman, chunki men bilmayman va bir qatim she'rni, dastlabki she'rni o'qiblam shunday she'r yozdim. Shuning uchun men uni o'tirib bilmayman, ammo mush dastlab o'qigan she'rimdan shu hukmni chiqardim. Balkim bu hukm xato bo'lishi mumkin, chunki men bilmasam bu odamni. Amma avliyolar azmaydi, siz bilasiz, Turkiyada avliyolar azmaydi. Men avliyo ekanman, azmadim. Kim bo'ldi azmagan, qanday bo'ldi? Gulshan Abdulqodir xonim tasdiq qildi. Sen imo qilding, ammo bu mundaq deb. Vatan xoini aramizdagi jasos Xitoy turmudan jasuslik uchun chiqargan deb o'chiqlam dedi. Gulshan Abdulqodir xonim kim o bilamsiz? Siz o'xshash Urumchilik emas. G'o'ljida eng muhim gizitchilik o'rnida gizitchilik muxbirlik qilgan. Uyg'ur millatining og'zi quliqi bo'lgan xotin. Chet elga chiqqandan keyin tamoman ikki beslik yozishni tashlab, Uyg'urning maydonida turib bir beslik yozishga imkoniyat topgan va bir beslik yozayotgan xonim va yozgan qalamlarining kuchliligi, maydonning mustahkamligi, aniqligi bilan aramizda tunilgan xonim meni tasdiqladi. Assalomu alaykum hojimka. Rahmat qimmat bergan ularga gaplarimga. Bu yerdagi eng nozik masala nima deganda, bu yerdagi ixtiyor masalasi. O'zining ixtiyori bo'lsa edi, xuddi sizlardek noiti dog'dam shaklda dunyodagi eng nodir tepilmas she'rlarni yozishi mutlaq mumkin. Chunki bisim, u yerdagi sharoit sizni shunchalik iqtidor egasi qilib o'tadiki, vijdoningizni shunchalik qo'zg'ab o'tadiki, o'zingizmi hayron qolasiz hatto. Siz balkim siz mush aql iqtidoringiz bilan vatanda yashagan bo'lsangiz, chet elga ketmay. Sizmi qalamingiz hatto hozirgidan 100 hatto menga kuchli bo'lib ketishi mumkin edi. Chunki siz ko'tarmaysiz, aqlingiz ko'tarmaydi, nurg'un ishlarni vijdoningiz chidamaydi. Xuddi shuningdek shu shoirlarimizmi o'z ixtiyori emas bo'lganligi uchun endi ya o'lim ya ko'rim ikki yo'lni tanlamoq lozim. Haqiqiy vijdonimning ustida o'tirib yozaman desangiz o'lsangiz bo'ladi. Siz degandek ushqul odamlar bo'ldi dedingizga o'liblam tugaydi. Endi ular turmadan chiqqanlarni xoin deyishga to'g'ri kelsa, ular o'zlari xohlab xoin bo'lmagan va yoki qanday xoinlik qildi masalan. Uyg'urlarga endi xoinlik qilish degan bu gapni aytsak vatanda. Bu qilaman deb sizning kerikingiz yo'q xoinlik qilishga. Chunki ularning kuchi yetadi. Arangizga xoin qo'ymay turibmi sizni bir sekundda sizni vayron qilib o'tish ularga bek oson. Yila ham qilyotdi-ku. Shu Uyg'urlarning orasiga Uyg'urlarni xoin qo'yishmi jiq zaruriyat yo'q vatanimizda. Mandaqcha aytganda.
Endi ular shu jinini saqlab chiqib, men bilmayman xoinmi emasmi. Ammo men aqliy tafakkurim bo'yicha aytganda, shu zulmdan qutulib chiqib, az to'la nima ish qila olsam shuni qilay, hayot bir yashay. Nimali yazsam yoshirin ma'noga ega biror ikki narsa yoza olsammi, mendan keyin qolsa, navoda ozod bo'lib qolsaq, navoda mush ozod zamonda xalqimiz ko'ra degan maqsad bordu va yoki men uni bilmayman. Ammo noitimi chorasiz, noitim o'zing ixtiyori emas ahvol ostida shu yerdan hayot chiqqandu balkim. Ular andaq qil, mandaq qil desa degandu men uni bilmayman. Lekin biz bu yerda o'tirib bilan ularni xoin va bir narsa desakmi tilimiz bormaydi. Ular noit o'tkir aql egalari o'tirib bilan xoin bo'lib ketmaydi. Bütün dünyasını millet vataniga tegishga hayotini doğru tikib turib yozgan adam qanday bo'libmi o'zing shu qon qarindosh millatiga xoin bo'la olsinki mening aqlim yetmaydi. Shunlashqa hamda ajoyib cho'nqur hurmatim borki, shu xil shakldagi yozalgan ham yozalaydigan shu naytım hürmetlik yazgıcı şairlerimizga. Emdi kan qinidan qızıl eserlerini yazdıqanlar samandek vatanimizde. Ama vatanini, milletini uyg'otish uchun azroq bir eg'iz bo'lsin bir yezib baqay deydigan aqli o'sh joyida bu xil jasur saviyalik bo'lgan insanlarımız, şair yazgıçılarımız bek nadir, bek az, ular uyg'oq odamlar. Shunda bo'g'ashqa yoza oladi. Bo'lmasa aldirab qo'pib, men shuncha yil demisha kagilg'i 4-5 yil bo'pti vatandan chiqqili. Ko'zim ochiq qarg'uligimni vatandan chiqqandan keyin bildim. Bizning u yerda qarg'ular bekchiq, hammamiz qarg'u holat yashaymiz. Vatan nimo, bayroq nimo, tariximiz nimo, nereden keldik, ne gidip barımız bilmeyimiz. Hayat yaşayımız ama ne manası? Vatanın nimelikini, vatan söygüsünü Mehmet Mişaq çıqqandan keyin taramlab yig'lab ketganmish turklar ko'chalarga to'kilib ketganda 7 ayning 15 vaqasida. Shu chog'da şu şairlerimiz asli hozir o'ylab baqsam gaplaringlarni anglab asli şu şairlerimiz asli dillam burunlam uyg'onib diken izchil uyg'oq ekandiq shuni yezib dike yozalab dike hatto bizmi voy nim deb shunday narsalarni yozdigandu o'zigimi balay afat bizgimi bundaq gaplar keladi texmi bizga besim jiqlaydi ekan bunda bo'lganda deb dikenmiz ammo shular jinini tikib dike bu xil ruh bu xil jasorat aql farosat her odamda topilmaydi. Shunda nadir insonlarimiz bilan nayt az bular, ammo bularni undaq deydigan hech qanday haqqimiz yo'q. O'zlari degandek qo'shbisliq holatda yozudiki, u qo'shbisliq degan vatanning sirtidami jiq narsani qo'shbisliq holatda tasvirlab beralaydi-yu, u yerda jonga berib taqiladi. Odatdagi qo'shbisliq holatda yozdi degandiki, odatdagi yozish emas bu. Ya can ketdi ya millet azraq bo'lsin bildi deb. Muhammed Jarashidin efendimning ash mehmon keldi degan she'rini men tunji o'qigan she'ri shu. Bekchon qurman Allah bahamadan bildi o she'rini nurg'un adam o'qigan. Rahmat. Ama shunchalik deyalayman hamda sizlar degandek hamda sizlar nurg'un yil bo'lgandan keyin ketganlik. Jiq taraflarni balkim jiq bilib ketmaganliklari uchun ham ba'zi gaplar odam o'zi bilib bilmay yeniklik bilan deb qoladi. Bekroq o'ylanmoq lozim deb o'ylayman men. Bu savolingizga javobni Gulshan Abdulqodir xonimdan so'rang.
men demedim hain deb, men demedim jasus deb. Gulshan Abduqodir xonim dedi. Bu Xitoylar turmadan Uyg'ur millatining ichiga jasuslik chiqargan deb Gulshan Abduqodir xonim dedi. Buni G'uljudagi yozuvchilar, üst tabaq insonlarning hammasi bilimiz dedi. Uni Gulshan Abduqodir xonimdan so'rang. Men sizga bir narsa deb beray. 1999-yil 8-oyning 20-kuni atdigan soat 11larda 3 dona Xitoy mening uyimga kelib, mening uchinchi doktorxonaning oldiga chiqib, mashinaga silib, Yishanning shimol tarafida hali uzun mangandan keyin bir cho'ng bir mehmonxonaning 17-qavatiga kirib, shu yerda savol-so'roq qildi. Shu chaqda men ularga shunday dedim. Uzun so'roq men tul deb ketdim, yana bir deb beray. Sizlar dedim. 1997-yili 2-oyning 5-kuni mush gap bo'lishdan 2,5 yil burun G'uljuda mingdak Uyg'urlarni o'ldirib yutibsizlar. Manga dappadi Turkiyada bir bola dedim. Turkiyada bir bola dappadi. Turk vatandoshi bola G'uljuga qaytib ekan. O ishdan xabari yo'q shu kuni shu vaqa bo'lgan ko'chada ketib ekan to'q. Jiroqdan qarasa o vaqa tugab bo'lgan vaqtdan jiroqdan qarasa kam bir yo'l ekan, o bir taraf egiz bir tarafi past. Bu bola egizdan past qarab ketib ekan to'q bir bozorda. Eliq jiroqdan qarasa eliq ko'chada deganda o'lib ketgan odamning o'laklari shu yetib ketgan, shunday yetib ketgan. Hayron bo'lib qopti dedim. Desam eliq Xitoy bir chichangishib ketib, ikki qo'lini 5 barmog'ini kerib turib, o mening o'dlimda o'tirdi. Mayaqimda bir Xitoy, mayaqimda bir Xitoy. O o'dlimda. Ikki qo'lini oldiga kayniga qilib, jo'zning ustida surgab turib, "Sen bir 1000 dona Xitoyni bir o'ltirib baqa, 1000 dona chumilini bir o'ltirib baqa, o'ltiraman ekansan" deb qo'lini oldiga kayniga qildi. Yani sen bir dona 1000 dona inson emas, 1000 dona chumilini bir o'ltirib baqa, o'ltiraman ekansan bir dodi deb qo'lini oldiga kayniga qildi. Qilib bo'lib, ular namoyish qilib chiqdi. Chiqqandan keyin saqchilar namoyish qilmagan deb oldin to'ssa, saqchilarning qo'llik qurolini tortib olib, saqchilar qarshi qurol ishlatdi. Bunda vaqtsa otmay qanday qilasan dedi. Alloh bilan qasam qilma yog'ar emas. Ayni shu gapni dedi. Buni men aqimda bir Allohdan boshqa hech kim yo'q. Yolg'iz jonimda Xitoy Xalq Jumhuriyatining vakillariga Urumchida dedim. Urumchida dedim. Halbuki vaqalik qanday edi desangiz, men aqlli odamman, men usta odamman, siyosatboz odamman. Men siyosat chiqqan insonman. O mening oldimda siyosatni aqoq deganlarning hammasini supur edim men. Allohga shukrki, shu vaqadan bir taxminan qanday 7-20 bir oy burun emas, bir oy 15 kun burun. 1999-yili 6-oyninki 10-11 kunlar, 12-13 kunlar shu kunlarda. 8-20 to'xta 2 oy burun ekan. 6-oyning 10-11 kunlari İstanbul Safaköy'de bir G'uljuliq bolaning uyiga berib bir mehmon bo'ldim. Shu G'uljuliq bola menga deb berdi. Shu vaqa bo'lganda men G'ulju dedim. Men o vaqaning bo'lganligida esimda yo'q. Shu ko'chaga chiqqandim. Mening mangan ko'cham shu vaqa bo'lgan ko'cha ekan. Jiroqdan ketib olsam, ko'cha deganda o'lib ketgan o'laklar yetib ketibdi. Qo'rqib ketdim dedim. Aqim qayt qilolmaydi. Men majbur oldim, menga mangdim dedi. Yaqin kelgan sari qarasam, o'lak emaskan. Birisi chapon, birisi quloqcha, birisi o'tuk, birisi ishdan. Ashiliqqa askarlar tutib olsa, chaponni silib qochgan, chaponni askarning qo'lida qolgan, ishtinni tutib olsa, ishtinni silib qochgan, ishtinni askarning qo'lida qolgan, ya'ni askar tashlab etib, shunday yig'ishtirib bilanmagan vaqt ekan to'q dedi menga. Men shu quloqcha, chapon, o'tuk, ishtonlarni Xitoyga o'liklar ekan yetib ketgan deb ko'rsatdim. Mana bu aql, mana bu jasorat, mana bu ustulik, mana bu siyosat bilirlik. Said Akram Efendi dedi, yo'q. Vallahi yo'q, billahi yo'q. Said Akram Efendi, üç efendi deb bizningki da'volarimizga salbiy, ijobiy ish qilib bir muncha to'p qo'shgan emasmi, qo'shib bir millat uchun, vatan uchun xizmat qilgan. Avo Mamti bin Hazrat, Mas'ud Sabri Bayqo'zi, Eysa Yusuf Altekillarni xoindan xoinga tillaydi. Haqiqiy xoin Muhammad Rashidinni aqlab osmon ko'tarib o'tdi. Bu odamlar men bilan tang bo'lolmaydi siyosatda, vijdonda, iymonda. Hali bo'lolmaydi. Hozir 10 minut yozib bir so'zlabdi. Uni men qachon vaqtim chiqqanda anglab javob bermasam, anglig'im ekanmidi. Chunki bu odamning gapida qimmat yo'q. Anglag'im kelmaydi kishi. Ammo Said Akram Efendining bir ulug' yeri shu ekanki, mashallah, bravo demay turolmayman. Bola tarbiyalashni ust ekan.
Ben kol koydum. Ben ügensem bulutu. Ben Seydek Efendi'de balı terbiyelenmedim. 2 tane kızını, 2 tane gavhar en güçler kılıp terbiyelendim. Bu tarafıga kol koydum. Ama siyasette, vatan davası işlerinde gapların hepsi püçek. Bu hain sözlüğü kelsek, Meryem Gül Hanım. Siz Türkiye'de yaşarsınız, bilirsiniz bu sözün manasını. Her kandak bir narsaga xiyonat qilgan kishi xoin. Men sizga 10 koy berib turdim. Atigi berma pulim yetishmay qoldi deb mendan 10 koy qarz oldingiz. Bermadingiz. Mening pulimga xiyonat qildingiz. Siz xoin. Xuddi shunga o'xshash. Har qanday bir narsaga, manfaatga xiyonat qilgan kishi xoin. İlla da Xitoyning askarlarida 1000 dana askar boshlab kelib, oldida o'zi turib bir Uyg'ur. Boshlab kelib Uyg'urlar bilan itishgan kishilar xoin emas. Yani haini qara, 1000 dana Xitoydan boshlab keldi. Itinglar deb itishib ketdik. O Uyg'ur xoin emas, yalnız o mu xoin? Milliy manfaatlarimizni xiyonat qilgan kishining hammasi xoin. İctimai hayotda qo'sqidagi bilimni bermagan kishi mi xoin? Deylik ki siz o'qigan bilgan kishi mush topda jiqqo. Qo'sqingizdagi bilimlar bizning haqqimiz, sizning emas. Yanchiqingizdagi pul sizningki. Onu bermesangiz ixtiyori o'zingizniki. Qo'sqingizdagi bilimni bermesangiz, siz qo'sqingizdagi bilim mening bo'lganligi uchun bermaysangiz, menga xiyonat qilgan bo'lasiz. Sizning qo'sqingizdagi bilim Uyg'ur millatiningki. Uyg'ur millatiga bermesangiz, siz xiyonat qilgan bo'lasiz. Uyg'ur millatining manfaatini, haqqini. O'chaq siz xoin bo'lasiz. Shuning uchun men xoin bo'lib qolmay deb ichimdagini hammani to'kib sizlarga beryapman. Bermaganlar xoin. Demek xoin mush ma'noga keladi. Ha, Acımka. Hem bir yerlik hayırlık meselesi kelsek, hem de bizim milletimizge kılgan hayırlık bilen yançıqımızga 10 koyunu haqdan ilip beğenmegenlik hayırlıkı siliştiriş asla mümkün emas. Ben onu axlığının mu emas. Bu yerda lilla turib gap qilayli demoqchi. Men u xonim bir xonim Muhammad Jarashidin efendimni xoin deganligi uchun siz xoin dilimi yoki Muhammad Jarashidin ninki xoinlik qilgan taraflarini silib boyqab qoldimi? Bir tarafdan boyqilib isbotli shaklda bir narsa bormi? Bunga mı qarmay bo'lmaydi. Endi uşaq odatdagi odamlarga sen ma ishimni qilaman deb qilmay xayrlik qilding-ku desak, u ortiq ketmaydi-yu. Mushundaq bizningki bishimizning toji bo'lgan, nayt hurmatga sazovor bo'lgan, inson ko'rib baxmagan qiyin qistoq depsanchiliklarni bishidan kechirgan millatim vatanim deb turib. Bundaq odamlarga yeniklik bilan xoin va yoki boshqa bo'htonlarni qilsak, hamda prinsip jihatdan shunday deb atalgandimi, vijdon jihatdan o'zimiz o'ylanib aqlimiz bilan qaror bermekimiz biroz donolik. Hacimka 99-yildagi voqeani yana qayta so'zlab o'tdingiz. Ilgirmi nurg'un anglagan sizlar bir so'zlaganda. Jasurliginizga haqiqatan qo'l qo'yamiz. Hayron bo'lmay tura olmaymiz. Hamda sizmi shu o'yg'oq, burundili uyg'ongan bizdek vatandagi qafasning ichidagi insonlar qaraganda yıllarca ilgari uyg'onib bo'lgan uyg'oq odam nima deb nima deyishni undan bilila. Endi 99dan keyingi 10 yildan keyin 2009da nayt cho'ng qirg'inchilik bo'ldi. Shu ma'lamda Döngörükdə Suud Sanoat Bankasının axırki qo'rida o'tirmay bizning uy shu yo'lga qaraqliq. Şu çağda yollarning qanğa bo'yilib ketganini, qanchalik vahshiylarcha qirg'inchilik bo'lganini muxbirlarmi bilmaydi,
vatanning sirtidagilarni bilmaydi, yana bir adam bilmaydi. Uni bir adamning boshqalarning og'zidan anglab bildinglar bilganlarmi naq maydonda ko'rgan, bishidan kechirgan insonlarlam biladi u vahimani, u zulmatni. Hamda bizni ashundoq o'yg'itadigan odamlar jiqroq bo'lsa edi. Hamda ajdodlarimiz shundoq qarg'ub betim ketibdi-ki, biz mush mahkum qoldik. Oqibat mush fojialar kelyapti, uzluksiz kelyapti, ham kelyapti to'xtamay. Hamda bir-birimizni qadrlamak lozim deb o'ylayman. Nim bo'lsin, biroz qalbining o'ti bor. Vatan millatni tunib yetdik chiqqandan keyin hamda u yerdagi odamlarga hamda biz yana unda deydigan haqqimiz yo'q deb o'ylayman.